Amerikalik bir musulmon ayol TikTok nomli ommaviy taratquy hisobida e'lon qilgan va dastlabda qarashda grim qilishni tonishtirayotgandek ko'ringan bir videoda Xitoyning Sharqi Turkistondagi erkiy qirg'inchiligi tonishtirildi. Orqadan TikTok bu qizning hisobini cheklayapti. Firuza Aziz ismli bu amerikalik musulmon qiz videoda dastlabda go'zallik va grim haqida so'z qildi. Orqadan Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarga erkiy qirg'inchilik va assimilyatsiya ilib berayotganligini aytdi. O Uyg'urlarga qilinayotgani yangi bir Holokost, ya'ni Yahudi qirg'inchiligi deb atadi. Voqeadan keyin uning hisobi taqilib qoldi. O buni Twitter hisobida bildirdi. Shuning bilan birga TikTokning Xitoy nusxasi bo'lgan Douyinda uning videosining cheklanganligi bildirildi. Xitoyning Sharqi Turkistonda Uyg'urlarni atalmış tarbiyalash markazlari nomidagi yig'ilish lagerlariga qamab, qanday zulm qilinayotganligiga doir hujjatlar oshkorlangandan keyin buningga qarshi inkoslar kuchaymoqda. Frankfurt gazeti kishilik huquq tajovuzchiligiga qarta Xitoyga faqat chaqiriq qilib qo'yishning yetarlik bo'lmaydiganligini ta'kidladi. Maqolada yana mundaq deyildi. Xitoy bu og'ir kishilik huquq tajovuzchiligi qarta tanqidlarni ichki ishlarga aralashish deb rad qiladi. Yig'ilish lagerlarining mavjudligini inkor qilmasimi, lekin kasbiy tarbiyalash markazlari deb tashkil qilyotdi. Bu Yevropa shirkatlari hozirgacha ishonmaslikni tanlab kelgan bir yolg'on. Siemens, Volkswagen qatorliq Germaniya shirkatlarining Uyg'ur avtonom rayonida zavodlari bor. Agar kishilik huquq va demokratiya o'xshash qimmat qarashlarimizga ahamiyat bersak, Xitoyga qarshi turishimiz lozim. Hong Kongda davomlashayotgan ishki qalaymiqonchilik haqida Amerika yangi bir bayonot e'lon qildi. Amerika tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Hong Kongda davomlashayotgan namoyishlar haqida Hong Kongdagi qalaymiqonchilik va zo'ravonlik faqat soqchilarning tirishchanligi bilan hal bo'lmaydi. Hukumat xalqning andishlarini nazarga olishi lozim dedi. Yana bir tarafdan Amerika Hong Kongdagi namoyishlarni qo'llaydigan qonun loyihasiga Xitoy qattiq norozilik bildirdi. Xitoy Amerikaning Bejingda turishlik bosh elchisini tashqi ishlar ministrligiga chaqirib, ichki ishlarga aralashmaslik haqida ogohlantirdi. Amerika prezidenti Donald Trump seshanba kuni Amerika va Xitoy yuqori darajalik amaldorlari telefonda ko'rishgandan keyin birinchi bosqichlik savdo kelishim imzolanishga bek oz qolganligini bildirdi. Donald Trump Fox xabar kanalining ziyoratini qabul qilganda savdo kelishimini yaxshi shartlar bilan kafolat ostida tutayotganligini ta'kidlab bundoq dedi. Kelishimni kutyotdim, chunki yaxshi bir kelishim bo'ladi. Barobar bir kelishim tuzolmaymiz. Biz texmi yaxshi bir o'rinda turadigan kelishim tuzishimiz lozim, chunki orqada qilishni xohlamaymiz dedi. İran Deniz Armiyasi qo'mondoni general Husayn Xonzoda Rossiya va Xitoy dengiz armiyalari bilan Hind okeanining shimolidagi Oman dengizida bir harbiy manevr o'tkazganligini aytdi. Xonzoda dengiz armiyasi kuni munosabati bilan o'tkaziladigan axborot e'lon qilish yig'inida Rossiya va Xitoy bilan yaqinda o'tkaziladigan harbiy manevrlarga aloqador tayyorlik va planlarning tamomlanganligini bildirdi. Amerikaning havo rayonida Eronga qarshi bevosita tahdid shakllantirganligini va o'z nomiga harakat qilgan taraflar orqali xavfsizlik masalasi paydo qilishga urinayotganligini ta'kidlagan Xonzoda, Amerikaliklar xato ish qilsa, Eron armiyasi tegishli javobini beradi dedi.